Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, inson hayoti ahdlar zanjiridan iborat. Kundalik hayotimizdagi har bir so'z, har bir va'da, har bir imzo ushbu zanjirning bir halqasidir. Ahd inson oldidagi mas'uliyat, so'zidagi sidqidillik va amalidagi adolatdir. Ahdga vafo qilish iymonning amaliy ifodasi, insoniylik va mu'minlik belgisidir. Ahdga vafo qilgan inson islomda va ijtimoiy hayotda maqtovga sazovor bo'lgan xulqlardan birini qilgan hisoblanadi. Ahdga vafo qilishlik musulmonning eng go'zal axloqlaridan biri bo'lib, jamiyatda insonlar o'rtasida o'zaro ishonchni mustahkamlashlikka sabab bo'ladi. Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam vafodor, so'zini ustidan chiqadigan, silai rahimli zot edilar. Hatto Nabiy sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishlaridan avval ham va'dalarda turar, vafodor zot edilar. Bu haqida Qozi Iyyoz rahimahullohning shifolarida keladiki, Abdulloh ibn Abu Hamza radhiyallohu anhu aytadilar: "Men Muhammad sallallohu alayhi va sallam hali payg'ambar bo'lishlaridan avval savdolashgandim, savdo qilgandim. Savdo pulini ozginasini berishim kerak edi. Bir joyda, bir muddatda berishlikka kelishdik. Ammo yodimdan ko'tarilib ketibdi. 3 kun o'tib ketibdi. Esimga tushishi bilan o'sha joyga borsam, Nabiy sallallohu alayhi va sallam meni kutib turgan ekanlar. Aytdilarki: "Ya fata, laqad shaqaqta alayya. Ana una munzu salasin antaziruka." Ey yigit, meni qiynab qo'ydingiz-ku. Men sizni 3 kundan beri shu joyda kutib turibman dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdagi go'zal axloqlarni ko'ring. U zotni 3 kun kuttirgan yigitni ham qo'pol, dag'al so'zlar bilan koyib bermadilar, balki unga go'zal uslub bilan holatni tushuntirdilar. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallamning va'dalarida turishini ko'ring. 3 kun bo'lsa ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam va'dalarini bajarishlik uchun kutdilar. Ammo bugun bizning jamiyatlarimizda va'daga vafo qilish yo'q, so'zida turish yo'q bo'lib ketyapti. Bu esa jamiyatimizda mu'min musulmonlarning o'rtasida ishonch yo'qolishiga, natijada turli nizolar, kelishmovchiliklar chiqishiga sabab bo'lyapti. Musulmon inson ahdiga rioya qiladi, va'dasiga vafodor bo'ladi, so'zida turuvchi ishonchli kishi bo'ladi. Bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning go'zal axloqlaridan biridir. Alloh barchalarimizni vafodorlardan qilsin, sodiqlardan qilsin. Alloh ikki dunyoda barchalarimizni aziz qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.